Davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar va bojxona organlari xodimlari hamkorligida o'tkazilgan ko'p bosqichli tezkor qidiruv tadbiri doirasida qo'shni davlatdan olib kelingan katta miqdordagi giyohvandlik vositalari musodara qilindi. Jumladan Namangan shahri hududida harakatlanayotgan Nexia rusumli avtotransport vositasi to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda unda yo'lovchi sifatida ketayotgan 1978-yilda tug'ilgan muqaddam giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog'liq jinoyati uchun sudlangan fuqaroga tegishli selofan paketda 944 gramm gashish moddasi borligi aniqlandi. Tergovga qadar tekshiruv davomida u giyohvandlik vositasini Namangan shahrida yashovchi 1982-yilda tug'ilgan narko savdogardan 9900 AQSh dollariga sotib olgani ma'lum bo'ldi. So'ngra tezkor tadbir davom ettirilib, mazkur shaxs ham ushlandi va undan 9200 AQSh dollari hamda 18 million 400 ming so'm miqdoridagi pullar ashyoviy dalil sifatida olindi. Trans vositasida saqlanishi qonun bilan taqiqlangan. Bu narsa bormi? Yo'q, hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Yo'q. Trans vositasini ko'zdan kechiramiz. 2 dona qora salofan paket orqa o'rindiqda. Tezkor tadbirning keyingi bosqichida ularga narkotik moddalarni yetkazib turgan andijonlik 1987 va 1998-yillarda tug'ilgan 2 nafar shaxs ketayotgan Lacetti avtomashinasidan 9 kilogramm 801 gramm gashish moddasi olindi. 9 dona bo'lakdan iborat bo'lgan to'q jigar rangli o'tkir hidli vositalar borligi ko'rilyapti. Qonun bilan saqlanish taqiqlangan narsa buyumda yo'q deb ma'lum qilgan. Mana nima bu? Xonadon, Kim buyurtmasi bu? maksad tanlov qilib chiqish, Bu yerga nimaga olib kelding? yetkazib berish uchun. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan ichki ishlar va bojxona organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda esa muqaddam narkokuryerlar tomonidan Bekobod shahrida zakladka usulida yashirib ketilgan 977 gramm gashish moddasini qabul qilib olgan vaqtida 1985-yilda tug'ilgan mahalliy fuqaro ushlandi. Hozirda har ikkala holat yuzasidan qonunbuzarlarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.